35 yoshdan keyin ba'zi bir ayollarimiz organizmida juda ko'p o'zgarishlar yuzaga keladi. Bulardan biri tashqi tug'ruq yo'llaridagi o'zgarishlar hisoblanadi. Ya'ni bachadon tushishi, qin devorlarining tushishi, siydik ushlay olmaslik, gaz va havolar chiqishi. Agar sizda ham bunday shikoyatlar bo'lsa, o'z vaqtida ginekolog nazoratidan o'tish va oldini olish tavsiya qilinadi. Chunki tajribada shunaqa narsalar bo'lgan. 70 yoshli ayol kelganlar, ularda bachadon to'liq tushishi kuzatilgan, ammo ular operatsiya qildira olmaydilar, chunki tegishli qarshi ko'rsatmalar bor sog'liqlarida. Yoki yana bir 60 yoshli ayol siydik ushlay olmaslik bilan shikoyat qilib kelganlar va hattoki pampersda ham yuradilar. Agar siz ham bu shikoyatlarni oldini olmoqchi bo'lsangiz, kelajakda xuddi shu ayollar kabi asoratlardan qochmoqchi bo'lsangiz, sizga o'z vaqtida ginekolog nazoratidan o'tib, bu shikoyatlaringizni bartaraf qilish tavsiya qilinadi.